qolib ketgan gaplarni oxirigacha aytish uchun qaytdik. Agar bugun sizning ham qandaydir xotiralaringiz bo'lsa, yurakda qolib ketgan qandaydir gaplar bo'lsa, bugungi kechamiz sizlar uchun. 18 yil oldin orzular, havaslar bilan chiqqan. Bugun esa shuncha yilda hayot bizga nimani o'rgatgan bo'lsa, shuni ko'tarib olib chiqdik. Shuncha yil ichida yiqildik, turdik, yig'ladik, kuldik. Hattoki eng yaqin do'stimiz, qadrdonimizni yerga topshirdik. Yana birimiz esa o'lim bilan yuzma-yuz keldi va